Tarmoqlarda ko'p korxonalar biznes jarayonlarini raqamlashtirib, xarajatlarini 10% gacha kamaytiryapti. Avtosanoat menejment, ombor hisoboti, logistika boshqaruv kabi jarayonlarni raqamlashtirgani hisobiga yiliga 2,5 million dollar iqtisod qilyapti. Adliya, soliq idoralari sun'iy intellekt yordamida 24/7 rejimida onlayn maslahat tizimini ishga tushirdi. Bojxona qo'mitasi sun'iy intellekt orqali xavfni boshqarish tizimini yo'lga qo'yib, yil boshidan 145 milliard so'm qo'shimcha tushum qildi. Islomov ham sun'iy intellekt yordamida video analitika tizimini yo'lga qo'yib, rudadan olinadigan metall hajmini 1-2% ga oshirish bo'yicha loyiha qilyapti. Hududlarda ham yaxshi misollar bor. Men o'zim ko'rdim, Urganch shahar hokimi sun'iy intellekt asosida aqlli shahar tizimini ishga tushirib, situatsion markaz tashkil qilib, elektr, gaz, suv, issiqlik ta'minoti, boshqaruv servis kompaniyalari, transport, yo'l, obodonlashtirish chiqindi korxonalarini yagona tizimga ulagan. Har bir yo'nalishda kelib tushayotgan murojaatlarni sun'iy intellekt asosida tahlil qilib, tezkor kompleks yechim berishni yo'lga qo'ygan. Bularning hisobiga yiliga 16 milliard so'm tejagan. Barcha viloyat markazlari, Toshkent shahri, tumanlari buni o'zida qilsa, bilasizlarmi, u yerdagi muhit qanday bo'ladi, odamlarning kayfiyati qanday o'zgaradi. Shu bois viloyat markazlari va poytaxtning 12 ta hokimi Urganchga borib, ushbu yangi tajribani o'rganib, yil yakunigacha o'zida joriy qilsin. Boshqa rahbarlar ham sohani ichiga kirib, sal o'zini qiynasa, juda katta imkoniyat paydo bo'lyapti bizda. Bugun barcha vazir va hokimlar faoliyatiga sun'iy intellektni joriy qilish bo'yicha o'ziga 1 yillik vazifa oladi.